Müşkül to'xtab qolgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi ya. Qiziq chiqar. Chaqiraqsiz, sizdan saqlayib ketsiz. Ой, Guzar. Çıkırmayın bir yatırsa. Qara, Bernard. Güzel Türk bu kül bozdurdu. Biz ularning yanında ne kutamiz? Mehmetciğim, kızınızla da... Sen Cesur'un olaraq tushunib baq. Bunun bir yeri bo'lmasa, Bernard uncha chiqib ketmaydi. Eras. Xislat öğrenmeydi o. Bu bola bugun shirkatda yomon muhim ish bor deb aytgan saat noshta qilib chiqyapti. Naştını obdan qilib oldik. Endi men qizim bilan birga maktabiga berib bir ko'rib kelay. Ya bunisi tushdan keyin boslar, men o'zim olib kelay. Yo'q bo'ldi. Sizlar do'konga beraversizlar, sizlarni avval qilib yurmayli. Men o'zim berib kelay. Unda bo'lsa, Qaysar sen birga olib kelay bolam. Ha? Sadoqliq? Ajab yaxshi bo'ldi. Endi siz qanday bo'ldim. Qancha qiroq yog'lar? Maktabga olib to'sqinlik chiqqanmisan. O'xshab. Bo'ptimi? Bektat qopti. Chiqroq yegina. Bolam kimga qiroq yog'? Adamın şundan korktansız. Yaxshi qoldim opa. Xavfsizlik. Eski. Cesur. Yaxshimisiz? Qalbasini o'lchab qaydab kirgan. Normal ekan. Yaxshi oramayman men. Lozim ish qildi bu. Nima shu chaqirasiz? Qaytib keldimi? Qandaqra? Voy, gap qilmasala. Cho'ng shahar degan alamat bo'ladi ekan juma. Rananing maktabiga berib ketdim-a. Andan keyin birdan o'zim bozor oldi. Bele mana. Qaysarjon ishga ketdi. Ishga mangdimi? Mangdi. Ajoyib yaxshi bo'ldi. Bu shaharning taraqqiyoti alamat bo'pti juma. Shundoq. Bu nima degan chiqsinib ketgan imoratlar bu. Birisidan chiroyli. Hay, odamlar bu. Nayt yaxshi kel. Ya, shundoq. Mush yaqindan beri taraqqiyot tez bo'lib ketyapti. Chiqishlar qolaylashib ketdi qarslar. Shunday. Men ikkida chiqib bir choy damlab kiray. Ikkimiz choy ichishga mundashmaydimi? Voy, bo'ladi. Voy, chataq yo'q. Ya, hozirlik kirmayman. Muhaqqaq. Oy, jon. Of, voy. Amsa ben öyle bir tamak etip geleyim. Sırtlan tamakı ağır kademde pek yakmaydı. Şundak ya.
Barna qaraydigan odam aralashtirib qo'yingmi? Ha işte yok. O onun ben qaravatıdı o. Hazır Berna'nın royaltımı hali yaxşı olub qaptı. Gülzar, ben bu bilip durvatım. Sen şu kızımız için şuna kılvatsan. Lekin sen Berna'nı o yaktırmaydıgan bir silen toyunu kıp koysan, o azırıkta kuşal bulamdı. Men şu arzuluq yalğız qızımızı japa tatib qalamdı ekan deb ansirayman shu. Boldu qile. Cesur bulduğan jigit. Keyin o ikisini birlikte okuşuq etsek, anca japadım kalmaz. Qağını qıpsıva. Moyme balının ahlakı. Kızımızı köyün sılı boldu o. Qani qarab baqamiz. Bo'ldimsa, men mangay. Bakma. Ve? Sağ? Neymiş? Sağ? Sokmak mı? Bana. Hazır kilidi. Şöyle Uygur mu la? Bana alım geldi. Bana kep kaldı. Ey. Oh,喂，老王，嘿，你好，哎，怎么样？好呢。你在哪里？哦，在北京呢。哈哈，要qandaroq ishlar? Shundami? Yaxshi o'qdi-ku mana. Sen. Ya, ishki kun bo'lmasmikan? Sen, Meventi. Ya, chatoq yo'q. Sen qachon kelsan? Ha, ishki kun ichida. Ha, degan. O neme deydi o? Yırılap gitti telefon. Otaslar. Bu meni bir kod arayma. Ay. Mau. Nautum baktı. Meni mushu soqmoq ne? Ishqirga, bazalig'a yutkaymiz deb men bir narsalarni uyutyotdi qaraslar bu. Onun işini ketmesin Cuma. Hazır mı yalğancılar bek çıktıyma? Bu muş mahalda birga o'ynab cho'ng'igan do'stim bu-chi. Bek ishonchli bolam u. Buni qanday sotdi ekan uni? Avu deydi mushu to'rda savdo qilmaymiz. Deb bir nimalarni deb tushundim. Men bu otasini uqib ketmadim, lekin oldingi qatim mushunda qilib Beijing'de 100 kilo malını bir taraf kılıverdi desler. Torda? Torda qanday sotqida bo'ladi ekan uni? Siz bağımısın o qanday bo'ladi, o qanday setildi o? Men bu bağımıdım. Yoki do'kon mı ochmadik. Mushu telefonda bir nimalarni deyishib, kompyuter dedi, bunu qilib, rostni malni bir taraf qilyapti. Pulni oldimi? Bo'ldi. Uning ustiga bola, menga ishonchli bola-da. Sud yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Hozir mana o'zi Beijingdiki. Ya'ni bir muncha mol zakaz qilyapti. Uyg'urchani tonni so'zlaydi deslar bu taqa. Shu qarshim yeyapti Uyg'urcha so'zlayapti. Ayron qopdi. Namoz qo'yadi. Rahmat. Sizligimi? Voy rahmat. Keysizlar? Mening asli yezida bir 40 mo yerim bor. 40 mo yeriga hammasiga chilan terib etgan. O chilanlar karamat o'xshab ketdi desizlar. Shunda yaxshi bo'ldi. Lekin toza degandek bozor tozada yaxshi bo'lmayapti. Men o'ylayman, sizlar hozir deysizlar, nima to'rmi? To'r. Shuningga bir so'qmoq o'xshab akirgan bo'lmaymi shuni ichiga? Ma bo'ladigan ishga Juma.
Avu 8 gündeki kilmen deydi oğlan. Kelse ben bu şey çılanına sokmak okşaş kırgızeyli dey. Kuldu bek iskildiğen bala oçu. Bu işimi bana yeteklep hayli obdanlık kılıvatı. Sına çılanını mı doğru ekleyle. O şurada kısırlık sıksın. O şurada kısılar. Vay yaxşı oldu. O şurada mı? Çekiler. Ay ay. Xislat. Bana bir stakan kahve getirip beraman. Xislat. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. İşçimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalı sopun paraşuti vətən erkin çıxırdı. Vay neminang? Kırnan Qalğaç markalı sopun paraşuti. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zadi nimidir? O zadi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Bu toy ishida siz alayda xizmat ko'rsatdingiz. Uning jahil mijozini oxiri yumshatdingiz. Baş direktor mən o'ylaganimdan sadda ham aq ko'ngilgan. Şoň bu iş bekli oңushliq bo'ldi. O'tib ketgan bu 10 yilda men shunda qilishni o'ylagan bo'lsam-mu, shunda qilamagan edim. Ammo siz bir oyga yetmagan vaqt ichida uni taslim qildingiz. Qaltisgansiz uni. Rahmat vatans. Rahmat. Xislat. Po'latni buningdan keyin sizga topshirdim. Xotirjam bo'ling lider. Liderning qilig'i nima qarshi tursiz? Sizga bir ishni tushunmaydigan kichik bola bo'lmasangiz, meni hujrat bilan yaxshilashib qilaman. Oğlum qo'shilmasa bu to'yni qilmayman desa. Ma'nim amal qilsiz. Sizlar zaten nima ish suiqasd qila olasiz? Men bilamoqdaman ma. Restoranlarni bekitib bo'lgan do'stlar, baliqlarni taqib bo'ldik. Endi bu to'yni qanday amalga qoldiramiz? Liderning to'yi. Bu to'y ishimni keyin tushundim. Ammo siz bir oyga yetmagan vaqt ichida uni taslim qildingiz. Qaltisgansiz. Bu ish muvaffaqiyatli bo'ldi. Men bo'lgandimi? Ko'nglimda bir bearamchilik bor. Siz bir oyga yetmagan vaqt ichida uni taslim qildingiz. Qaltisgansiz.
Ballar mektebini mi gördüm? Şirayeti, nahayet yaxşı ki. Ha. Görüp özüm nahayet özüm hatırcam oldum. Ha, boptu. Hem de ben oylayayım bir ertügün bir yolga çıksam, balını o Renan'ı bir elip, mektebi aparıp, bir yatakta uğurlaştırıp koyup, endikin bağayım iken deyim. Şu qaytish ishini o'ylashib, yani birinchi kun turib masozmi bo'la. O'qirasiz, shunda bo'lsa da kecha o'zimning to'g'imba getgan qilsam. Lekin hozir ma yetizliqning ishlari nayt aldirish vaqtida. Endi ondan boshqa ma'xotim o'zi yalnız uyda qolib qolgan. Bo'pti, bumi to'g'ri hamda. Lekin balaning masalasiga kelganda, o'zingizmi ko'rdingiz, Rana bu uyga ko'nab qoldi. Bizmi bu qizga ko'nab qoldik hozir. Agar bu qiz uyda bo'lmasa, bizning ko'nglimizning bir qismi ala turdi hozir. Agar siz bizni yod ko'msangiz, Rana mush uyda turib kelaversin, maktabga ketmasin bo'ldi. Ha? Shunda bo'lsinmi? Ashta qilayli. Bu qiz o'zimizning qizidek odam tursa, tatindigan hech qanday ish yo'q. Avar bo'ldigan ish yo'q. Shu yerda qalaversin. Nima bo'lgandimi? Ichib bir xilib qoldimi? Sizlar Rasbek taş yürekçimi. Mening oyliqdan qancha azoblanganligimni bilamsiz? Oliy maktabdagi vaqtlarimni sizlar yaxshi taniysiz. Qiynalgansam, ranjitdingiz. O'riqlayman deb kechki tomoq yemayman desam qabul aytdingiz, qo'shilmaydingiz. Men shu vaqtlarda qalbimda siyosatdek o'zgarib ketdingiz Jasur. Unda qabaslarga. Ben yana shu burunqi Jasur shu. Lekin mening bundoq qilgan faqat ko'nglim yo'q. Men rost faqat bardosh beramayotganman Jasur. Vay, Cemile ama. Qanaqa ahvoli adaş? Yaxshi. Aldığında ben xijilmen. Şu kızım bilan ko'rishmaylar. Sen bilan deyishib ekanmiz. Ballarning tanlashiga hurmat qilishga majbur bo'lib qoldik adaş. Shundoq. Saat nima bo'lgandimi? Nimani xato qildim? Bo'ldilar, xiyol qilmaychi. Yana bir gap bilan. Olim tağım bilan maslahat qildim. U deydi, sen yana bu yerda turavergan bo'lsa deydi. O'ylab boqsam,
Ama hatırlayacağım bu odayım. Bulan mı bana? Haydi yaxşı demge. Bilemedi da lekin sen kapı ketemsen. Yaxşı okup bana. Yaxşı derecede ilip. Bağa vaktinde kapaşı gibi seni kütüp dururuz. Şunu? Doktor. Ben bu da yaxşı oku. Makiyat kulakını tutuyorsun cuba. Ergin kulağında ciketmiş o. Dada, öttigen ojran neymiş kotsa? Lavattımı bu la? Ben akanın kiyinleri karab bekvattımı. Akanın kiyimi karab neymiş kotsa dada? Kaysar. Sen demeni eli verip ile akanı bir neçkur kiyini apırıp durup gel ya. Vay can dada. Bu akamın kiydiğin kiyim kalmasa öykü girişte öz bildi o. Akanma öykü kemegine düşkün bop kaldı. Sen dada, ben apırıp veremeyime vaktim yok. Ettigenin içinde kaç özün apırıp veren sapava çoğunluğa faydalı. Hayatның özü bir sənət. Vakit bir ölçem. Çeklik hayat, çeksiz tallaşla cemgayi. Aşu çeksizlikler içinde huzur tügüsü etkençeğini tallaşның özü bir huzur. Huzur hem kuvvetinin mucesimi huzur tügüsü etkençeği. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qarg'aç markalı sopun paraşoki. Vatan erkin çıkarıyorsun. Vay nemi ne? Kırnan. Qarg'aç markalı sopun paraşoki. Endi o'zimga kelsam, men Shinjang san'at yurti opera amakda ishlayman. Bizning 18 soat muntazam ishlaymiz. Ham tushda uyga berib, qizimga tamoq atmasam bo'lmaydi, kechda atmasam bo'lmaydi. Xizmatning hudisidan yaxshi chiqmasam bo'lmaydi. Xizmatda 8 soat ishlaymiz. Buningdan sirtqi vaqtlarda ayolning hudisidan yaxshi chiqmasak bo'lmaydi. Yaxshi bir ana, yaxshi bir ayol bo'lish uchun bizmo tinimsiz holatda ishlayapmiz. Hatto uningdan sirt bizningki to'llarga tushib 3 oy, 2 oy xizmatlar bo'lgan vaqtlarimiz bo'ladi. Bu vaqtlarda biz yana ayolning ishlarini yaxshi o'rlashtirib, xizmatning hudisidan yaxshi chiqib kelyapmiz. Mush kishilik turmushimizda mundaq bir odamlar bo'ldi ekan. O'zining eng yaqin odamlariga, urug' tuqqanlarga, do'stlarga o'zining eng go'zal tillarini, mijoz-xulqlarini ko'rsatmay, sirtki notunish bo'lgan tanımaydigan kishilarga o'zining eng yaxshi taraflarini ko'rsatgan. Bu xislat obrazimiz hayotdan suolda deyilgandek, haqiqatan xizmatga berilib ketib, ota-onalarning qadriga yetmagan, turmushini bir taraf qilolmagan, xizmat bilan turmushni yaxshi bir taraf qilolmagan bir obraz. Kishilik turmushimizda bunday odamlar nihoyat ko'p. O'zining eng yaxshi mijoz-xulqlarini, yaxshi taraflarini o'zining atrofidagi suyumli kishilar uchun shu kishilarga ko'rsatmay, aksicha o'zining eng najot taraflarini o'zining eng yaqin do'stlariga, tuqqanlariga, qarindoshlariga qiladi ekan. Sirtkilarga bo'lsa, yaxshi taraflarini ko'rsatgan, oilada bo'lsa, o'zining atrofidagi urug' tuqqan, turmushdagi do'stlari shularga o'ziningki eng najot taraflarini, mijoz-xulqlarini, shunday taraflarini ko'rsatgan. Asli amaliyotda biz o'zimizningki yaxshi so'z-harakatlarimizni o'zimizningki eng mehribon kishilarimizga qilsak, sirtdimi o'xshash, oildimi o'xshash, mushtaq so'zsak nihoyat yaxshi ekan. Lekin bu xislat obrazi orqali mush jamiyatimizdagi shunday bir qism ota-onalarning qadriga yetmaydigan, turmush bilan xizmatni arayamagan, butun asli bilan xizmatga berilib ketib, o'zining turmushini unutib qolgan mushundaq kishilarimizga qartilib yozilgan ekan. Ham shu obrazni nihoyat yaxshi yaratdim deb o'ylayman.
bu Atarzuz filmidagi bu xislat obrazi sirtda xizmatni nayt yaxshi qiladigan, jon jahli bilan qiladigan, lekin oildagi turmushini yaxshi bartaraf qiladigan bir obraz. Amaliyotda xizmatni qilish kerak. Oilning o'disidan, o'zining turmushining o'disidan yaxshi chiqa olish kerak. Hozir mushundaq jamiyatimizda mushundaq ikki turmush bilan xizmatni yaxshi ep ketayotgan nurg'un yoshlarimiz va nurg'un do'stlarimiz atrofimizda nayt ko'p bunday kishilarimiz. Mush odatda bundaq bir ish bo'lganda ba'zanda eng yaxshi mijoz xo'ylarimizni mush sirtdagi tunmaydigan notunish kishilarimizga qilganmiz. Aksincha eng nachar taraflarimizni mush o'zimizning eng suyimli, eng yaqin do'stlarimizga, urug' tuqqanlarimizga qilganmiz. Әкелемдік və яки bu mağa yüzsizlik qılmaydı. Mening mush mijoz xarakterimni, mush eski taraflarimni kötürdü deb o'ylamdik. Va nachar taraflarimizning hammasini mush yaqinlarimiz qilganmiz. Amaliyotda mush xizmat bilan turmushni tang ib baralagan vaqtda bu o'zimizga nisbatan bir kichkina utuqkan deb o'ylayman. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan toshqa. Sana shundoq kuyunidi ekan bu bola. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'im kelmabdi. Yaqay asa. Hozir chiqib o'tdingizmi? Ha. Nima qildilar? Ben o'lib ketsam-mi, sen bu uydan bir qadam ayrılmaysan. Voycan bular dada. Oyog'i aralashmayna qo'yib qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, mashtingizni qiliblar. Of, dada, qusqum oshmidi. Nimada ishimiz qilsa? Voy dada, nimada adabsizlik qilasiz? Sıkıldılar. Voy, aca! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu diyenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, menimizdan balang bu. Burada. Ayya. Oğlum yig'lamdi. Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan o'ylas bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüzü açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damamı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür damamı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarma asraşka. Yarındaşlar mı asraşka.
minnetdar bol ko'rgan her bir günümdün, rencişler dilimdin, kapalmasın cay, çilger gülnün tikini birge, güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay, çilger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmigen okşaşta kıyın, özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmigen okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat, esindin ketmisin şu oddiy savat. Kısmetler hemmigen okşaşta kıyın, özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmigen okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat, esindin ketmisin şu oddiy sabat. Esindin ketmisin şu oddiy sabat.